Bismillah. Assalomu alaykum. Nurullo kanali hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab Mazordamiz. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarning e'tiborlaringga bugungi video roligimizda Dolajondan 15 dan ziyod yaxshi sog'in sigir ena bola mollarimiz bor. Shularni sizlarga narx-navolarni video davomida beramiz. Hurmatli aka-ukalar, arzimas qilayotgan mehnatimizga bir donadan like tugmasini bosib, bu videoni kommentariyasiga o'zlaring chiroyli fikrlarini qoldiraverasizlar. Hurmatli aka-ukalar, bugun xudo xolasa yaxshi mol olaman degan hojona hozadalarimiz ishlari bitadi. Hurmatli aka-ukalar, har doim ham uchravermaydigan Dolajon saralarini, olibtalarini, chiroylilarini olib kelgan. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa bugun 30-sentyabr sanasi hafta kuniga seshanba bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, bozordan chiqib keldik. Juda ham bir sut yo'nalishidagi yaxshi sifatli sog'on sigir mollari tayyorlangan. Hurmatli aka-ukalar, tavsiya qilaman, video rolikni oxirigacha ko'ringlar-da. Xudo xolasa baraka topadigan yaxshi chiroyli mollar kelgan. Hurmatli aka-ukalar, laykni bosasizlar, xudo xolasa aloqaga chiqib kelaverasizlar, akalar. Bu yoqda mana buni ko'ringlar-da. Bo'g'ozlarda ham o'ta ham olibtalari, chiroyli holatdagilari. Mana bu yoqda yakka mol so'ragan aka-ukalarga sutga, yakka mol olaman deganga xudo xolasa yakka mollar ham bor. Hurmatli aka-ukalar, laykni bosib kelaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar-da, o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Mollarlaymi? Xudo xolasa aka, videoni boshidan laykni bosib qo'yishaversin. Oxirigacha ko'rishsa, 70 millionlik mollar kam 10 million arzon bo'ladi. 70 million o'zim aytayotgan mollar narxi 10 milliondan arzon bo'ladi. Luboy bozorga taqqoslar. Luboy bozorga taqqoslasin, eng kichkinasi 5 million aytsa qiladi. Qo'yinglarni bosishaversin aka. Mollarim xijolat qilmaydi. Zo'rlarni terib qo'yganman. Bir qator ko'rsating mollarni, assortiment. Go'zallar. Mashina boshlayveramiz, a? Boshlayveramiz. Hurmatli tomoshabinlar, bolasini nima? Bolasini ovozchi 3-qoringa tuqqan. Bolasini ovoz, hurmatli tomoshabinlar. Yerga yaqin. Yapalar variantida. Sizdan ham kamini aytamiz. Berayotgan sutdan ham kamini aytamiz. Urg'u bermang. Ko'ring bo'ldi. Voy maşallah, mana bunaqa. Molam bolam deydi aka. Mana oldi. 17-18 litrgacha sut berib turibdik. 15 taga xotirjam ko'rib olasiz. 15 taga yengil. Qoringa bolasini ovoz. Hurmatli aka-ukalar, 15 litrga yengil ko'rib olasizlar. Ishqibozlari bo'lsa, xudo xolasa, bolasi xunajin bizda Sanjarbek. Novoz bolasi. Bolasini ovoz. Necha kunlik? Bolasi bugun 4-kun. 4-kun. Endi o'g'izlaryapti. Hali oxirdan chiroyli qilinsa Sanjarbek bular aka yana qo'shaveradigan. Aytyapman, men sutiga urg'u bermayman. Kamaytirib aytaman. Boshinglarni bitta ko'ringlarda. Boqu har xil bo'ladi aka. Chega kelsa 17-18 ta sutini ko'rsatib beraman shu mol. Voy maşallah. Hozirgi holatiga. Sanjarbek, voy aka. Xudo xolasa so'zlar isboti bilan bo'ladi. Bir maza qilsin xalqimiz bugun. Yayrashsin, videoni ko'ring. Qaysi bozorda 40 million aytiladi shu molni? Voy maşallah. Men 40 million ham aytmayman. Behazil. 35 million ham aytmayman. Bozordan qani 5 million arzon bo'ladi. Ko'pini aytganim yo'q-ku hali. Siz xirmonsiz. Aka, siz obunachilaringizga 33,5 million kami bor. Savdosini qilishingiz, a? Nurullo o'zidan kelyapman degan obunachilaringizga 32 million 500 ming kamig'ichgacha. Kamig'ichgacha savdosini qilib. Hurmatli aka-ukalar, qayerda bor deganki, bolasini chiqarib qo'ying. Ha, bo'ldi, chiqib oldi. Bolasini ketaydi. Hurmatli aka-ukalar, savdo qilinglar. Sanjarbek xudo xolasa, mana shu yerga kelib akalar, savdo qilib olib ketgan aka-ukalarimiz, baraka topgan aka-ukalarimiz nihoyatda rahmatni aytyapti. Shuning uchun azaq cho'qib ichaman. Ko'pidan bolasi buqasidan bo'lsin degan. yerga yaqinidan. Yerga yaqin yapalag'idan. Yapalag'idan so'ragan aka-ukalarga behijob. Molimiz aka dimlarni ham qo'ygan yo'q. Qarang, mollarning bittasi ham o'z dimlangan yo'q. Tandirlari ham o'ta olibdi. Bosinglar. 3-qoringa tuqqan bolasini ovoz varianti aka. 3-qoringa ham 15 taga xotirjam ko'rib olishaversin. Yengil, a? Yengil aka, unaqa ustiga urg'u berib, falon litr, 20 litr. Bola ovoz qilmadagi. Bola ovoz. Narxiga buni ham aka, oldi qoshni narxlab 35 ham demaymiz. 32 million 500 ming jupicha ketaveradi. Jupicha? O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman 32 million 500 ming so'm. Hurmatli tomoshabinlar, mana qayerda bor degan joyiga mana shu yerga kelinglar, xudo xolasa baraka toping. Aka, molsiz ketmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Umid ketmaydi. Endi akalar, optim birinchi qo'l joyidan olaman degan odamlarga tavsiya qilaman. qilaman. Aka, layklar bosib, qo'llab-quvvatlashsa aka. Sizdan ham narxlar tushaveradi. To'ppa-to'g'ri. Mehnatga, xolis mehnatga layk bossin aka. Kelsin, mana shu yerda ko'rsin, talashsin, tortsin, narxini kelishtirib beraylik aka. Bo'ldi.
Malollar hojonalar olib ketdi, majburmiz. Siz aql. Hojonalarga bemalol tavsiya qiling aka. 10 yil molim qarib qoldi demaydi. To'rt kurayjani. O'ylanmaydigan variantida so'ragan. Bo'ychani aka suti ham aka qoyil qilib beradi. To'yib yuboradigan. Bola ham darsyor o'qib qo'yganda. Kelajakda yaxshi mol qilaman deganga bolasi ham chiroyli ekan. Xitoylari ham so'ragan bolasini. O'ng chap tanlamaydi molim. Bunini qarang. Yuvosh variantidan so'raganlar, mashallah. Hali 70 ga kirgan hojonalar bo'ladi-yu. Aha. Chenini bilan talash sog'ib, maza qilib sog'ib ichadigan molda aka. Voy mashallah, joningiz. Hojonan bag'idan o'tirib olib, chenini ag'dan o'tirib olib soqsa ham ishi bo'lmaydi. Do'stlar, mana. Qarang bu janob. Mana, nimadagi kela? Haqidan sog'yapsan deb Tutkalariga ishi bo'lib qo'ygan yo'q aka. Bosh mol aka. Nechta usti bor uka buni? Buni ham 15 taga ko'rib olishaversa 17, 18 taga qadar 15 taga yengil-da. 15 taga yengil ko'rib olsa. Endi akalar boshida aytib o'tdi Sanjarbek. Xolis bo'ylarini ham aytib o'ting aka. Bo'yi ham 1.35 plyusida aka. Xudo xolasa aka, bo'ychanligi ham aka kelib o'lchab ham ko'rib Hamma yo'q o'ziga yarashgan, chiroyli holatda. Narxini ham yarashtirib yuboraymi aka o'zi? Bitta kelishtiring. 40 million desam ko'taradimi? Endi siz xirmonsiz. Kelishtirib. Bozorda 40 million aytilmaydi hech qaysi bozorda. Lekin 40 millionni ham pastida menda. Siz bitta narsani unutmang. Davlat dangalda dargohida turibmiz. Bo'ldi aka. Shu tomonni hisobga oling. Obunachilariga mashina oldi. 40 million demoqchi edim. Siz gapirganingiz uchun 36 million 500 ming so'm kami qilishmoqchi. Savdosini qilishingizda. Savdosini qolaversa. Bitta o'sha gap yetadi. Davlat dangalda dargohidamiz. Xudo xolasa juda ko'pchilik baraka topgan. Bu dangal nomini biz ziyosiz qo'yib olganingiz yo'qda aka. Xalq qo'ygan. Bolasini ko'ringlar, hurmatli ukalar. Bolasi. Har doim ham chiroyli. Qo'qqa ham ketaveradigan. Qachga bola. Og'alarim yer o'sa tushadigan ekan. Hurmatli ukalar. Rakini ham ko'rsating aka. Janovar. Kelin deganda yugurib borgan. 05 bakilashga deganda xayollaringiz chachilmasin akalar. Janovar. Mana Allohning bergan ne'mat. Bunaqasi qayerda bor degan joyiga. Mana shu noyoblari davlatjon keladi hamisha. Sanjarbek nechinchi qorin bu? Bu ikkinchi qoringa tuqqan. Ikkinchi qorin bolasi novvos. Novvos bor. Novvos bo'lganda ham haqiqiy novvos. Ha. O'g'il bolasi. Mashina ham sutini aka yeliniga qarab 30 ta desam ham ishonaveradi. Aha. Bizda berib turgan 25 litrgacha beryapti, o'zi ham dadroyim ya. 20 taga ko'rib olsin, yengil. Bexijolat, ha? 20 ta sutni yengil ko'rib olsin. Yengil, hurmatli tomoshabinlar. Odob bilan. Joningiz sog' bo'lsin. Mana buni qarang, hurmatli ukalar. Bolasini qarang. Kelajakda yaxshi chiroyli qilib buqa qilaman deganlarga 60 millionli mollar ham bugun 50 pastida aka. To'g'ri. Sizda aytayapman aka. O'zim aytayotgan 60 millionli mollar 50 pastida. Bugun portlayotganda xudo xolasa. Lakni bosish aka. 3000 ta lakni qilishsa bitta bo'g'ozni yutib olasiz. Yutib olishaversin, Yutib olishaversin bemalol. Hurmatli tomoshabinlar, chelishlarimiz joyida. Yeysan behijolat. 1000 ta lakni qilib 1 million pulni olishsin aka. Muhimi akalar, Yutib olinglar aka shu bu joyga. narsani hech ham molga daxli yo'q. Molga daxli yo'q aka. Xolisillo Ko'ngildan chiqqan ehson. Aha, mehnatga, xolisillo shu mollarni misol uchun Qoraqalpoqqa sotyapsiz Sanjarbek, bu yog'i Samarqand va tomonlarga. Bu mollar xudo xolasa egalariga benuqson yetib borayotgani uchun Salomon yetib borayotganini andaqasi ehson. ehson. Hurmatli ukalar, savdosini qilasizlar. Nech pul deymiz Sanjarbek? 50 million ham yo'q. Aytganimdek 60 millionli molda ham 50 million demayman dedim. Bugun bir yondiring. Bugun bir ijtimoiy tarmoq olamida bir 5 million ham yo'q. aha. Molda bitta yaxshilab. Narx bo'yicha bitta oktagon liga qilaylik bugun. Qo'lingizni bering aka. Telefoningizni tashlab yuborish yo'q mana. Yo'q, yo'q, bo'ldi. 43 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi g'ij-vich kami bor. Hurmatli ukalar, mana haqiqiy liga bugun mana shu yerda bo'ladi. Davlat dangarda daryoqida Boshida aytdimmi? narx bo'yicha oktagon liga bo'ladi. Narx bo'yicha oktagon liga bo'ladi. Mana olib bittasi aka. Bolasini qarang. Hurmatli ukalar. Torting. Mana hojonalarni so'raganida. Shu yerdan yerga yaqin yapaloq bo'lsin, Dor bo'lsin degan. dor bo'lsin. Hali separatordan qaymoq vozillab chiqadigan hojonalar. Nechinchi qorin Sanjarbek? Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Bola ustiga buni ham o'ylamaymiz. Akalar, ana yerga men ko'rsatdim 25 ta, 30 ta etsa ham ishonaveradi. Bu narsani keragi yo'q. Aka berayotgani 23 litr suti bu. Men 20 ta yengil ko'rib olaman. Yengil ko'rib olarsiz. Yengil, hijolat. Hijolat olmaysizlar, hojonalarni maza Sizga qiling. aytdim, videoni boshida aytdim, boshida aytdim, sutiga urg'u bermaymiz. Bermaymiz. Yengil qilib beramiz. Lekin savdosini qilib olaverasizlar. Optim birinchi qo'l joyida. Sanjarbek, nima deymiz uka buni?
Yopishtirib 50 ayting. million demaymiz. Aha. Shuni ham 50 million demaysiz. Demaymiz. Keyin sotib yubordim, spiskada amakimdan degan gap so'zlar bo'lmaydi. Gap so'zlar bo'lmaydi. Ana hamma yoq realni bo'ladi. Sotilgan videolargacha kerak bo'lsa chiqarib beramiz. Gap so'z. Tarafidan ham mos bo'lmaydi. Kelishtirib ayting bo'lmasa. Gap 50 demaymiz. Aha. 49 million deymiz, kami bor. Tushmaysizmi? Tushaymi? Biz obunachilar baribir tantiligi bo'ladi. Endi erkalaymiz. 47 million 500 ming so'm kami g'ich. Savdosini qilarsan. 47 million 500 ming. Amakim eshitib qolmasin undan. Bitta bir yondirib yuboraylik. Bunaqa ukalar. Ba'misini qarang. Qora olasidan ozgina mehnati, Yetilib qoldi, xudo xolisa 15 kami. mehnati qolgan. Lekin o'shalik qo'li shaltoqqa bilanganiga yarasha Acha bu chandirni ham ko'rsatinglar, chandir ham ancha muncha molda bo'lavermaydi. To'ppa-to'g'ri. Qaysi oladigan molda bo'ladi. endi o'sha bizlar doim aytib boramiz. Chandiri bor, o'sha yaxshi holatdagilarini imkon darajasida shu tomonga e'tibor bera olsalaring, ertaga hosil daromadini ham o'shanga qarab ko'raverasizlar. Sanjarbek, nechinchi qoringa bu? 3-qoringa tug'adi aka. 3-qoringa tug'adi. 2-qorinda aka buni aniqdagi mexanik odamdan olingan. Aha. 25 ta sutini tillab ko'rib olgan odam. Aha. Bu odam bizdan olgan buni 2-qorinda yangi tuqqanligi. Aha. 25 ta sutini o'lchab olib ketib, yana endi pul zarurat bo'ldi, yaxshilikka ishlataman deb o'zimizga qaytarib sotdi. Aha. Buni hijolat bo'lmaymiz ustiga. Narxi aka tug'ib chiqsa 50 tevasida. Aha. Mehnatini qilsin 39 million 500 ming so'm kami g'ijib. Qo'li shaltoqqa bilanganiga Yarasha. yarasha. Qabillanganiga yarasha aka 10 million organ olib maza qilsin. Tug'dirsa o'zingiz bilan chiqardi. Aka o'zim har doim yurib boradi aka. Mana bunaqa har doim uchiravermaydigan, o'sha nozikkina yuradiganlardan so'ragan ukalarimizga mana. Nozik oyimdan olaman degan hojonalar maza qilsin. Bunaqa ukalar. Ichmasa qonni bunchalik chiqmaydi. Endi xudo xolasa ikkita Devalarni ham tutib buni ko'rgan odam ikkita tug'aman deydi, ikkita tug'adi shekilli deb o'ylaydi aka. Mana buni qarang, hurmatli tomoshabinlar. Nurullo aka bu molni sizga tanishtirishni keragi yo'q. Voy boshlar, mana buni qarang. Bu molni video tug'im jarayonida videolarni qo'ygan Mana qarang. Instagramga. Aha. Bu molni ertalab ham sog'ilgan holatda. 4-5 mahal sog'ib yelinaki shu darajada bo'shatdi endi. Ha. Dimlar tayyorlanib ketgani yo'q. Voy boshlar, mana buni qarang. Bunaqa ukalar yelin yugurib borgan rasm. Aka yelindi yorvoradigan ko'rgansiz. Instagramga qo'ygan biz videosini. Aha. Bu bo'sh yelim bor. Sandirlar, bolasi buqa. Ertalab sog'dirayotgan mol shumidi? Dalajon sog'dirayotgan ertalab. Bunaqa kelaman. 5 mahal, 6 mahalgacha sog'ilyapti. Aha. Yelini bo'shatish uchun buni dimlab qiynaganimiz yo'q xolos. Dastiski bo'yni ingichka olibda variantidan bolasi shved tushgan. Rivojga kelgan adam. Bervazmi? Nozikidan boqaman deganlarga, sut yo'nalishiga, sut tomirlariga, to'xtating. to'xtating. Sut tomirlariga e'tibor bering-da, hurmatli aka. Haqiqiy sut ishlayman degan hojonlar bo'ladi-yu, buyog'iga xudo xolasa sut sotib sezonga. Bozorda respublikani qaytarish shu molga aka. Xolisona aytingchi. Endi siz xirmonsiz. 70 dan kam aytaladimi shu molga? Qaysi bozorda aytalsa aytinglar. Aytalmaydi-yu, lekin Kommentariyaga yozinglar. aytalmaydi-yu, sizlarga. Men aytdim, aka, 70 millionlik mol ham To'g'ri. kam 10 million arzon bo'ladi. Xudo xolasa. Siz obunachilaringizga bitta gapiraman, tushirmaysiz, boshqa qilmaysiz. Ammo portlataman aytishni. Yorvoringchi qani bitta. 58 million 500 ming so'mga ketdi bu ham. Kami ham bor. Bor aka. Dastavkasi nima deydi Sanjarbek? Aka vodiy bo'ylab ikkita olsan aka, qo'shib beraman. Qo'shib bilan katta mol qo'shib bilan farqi yo'q. Ikkita qilib olsin. Qollagan molim 2 dona molim olsin, bu molim 2 donasini olsin, O'zbekiston bo'ylab ketdi. Ketaveradi, ha? Ketaveradi. Bu sutini kelib ko'rib olaveradi aka. 30 litrgacha sut beryapti, o'g'iz holatda. O'g'iz holatda. Bu qo'shadi. Oxirini chiroyli qilsalar, daromadini olaverasizlar. Akalar sutchi molni o'zlaringni e'tibor beringlar-da, bor mehrini sutga beradi. Bolasi bilan sutga beradi. O'zi bechara hech narsa qilmaydi. Mana aka, o'sha yana Beradiganligini o'zi tepa orqa tomonlardan ko'rib qo'yinglar, akalar. Orqasi baland. Chiroyli mol bo'ladi. Aha. Mana. Nechinchi qorin bu Sanjarbek? Ikkinchi qoringa Ikkinchi qoringa. Bolasi xunajimi novoz? bolasi xonajim. Bolasi xunajim. Buni ham 30 litr sutini mana shu yerda kelib bemalol ko'rib olish. Behijolat-a? Bemalol. Mana bunaqa. Yetalinchi aka. Torting. Yelin deganda yugurib borgan ekan. Vanna yelin ekan. Joni sog' bo'ling. Mana buni qarang, bunaqa yigitlar. Mashalloh deb zaklab bosdi. Bu aka Qirg'izistondan kelgan. Bu ellarni Qirg'izistondan. Original variantida. Hurmatli yigitlar. Ishqibozlarni maza qilib oladigan odamlar ekan. narx. Ketib.
Aka 30 ta suti bor. Aha. Xijolatisiz kelib ko'rib olishursin. Ustida. Men narx aytaman, ammo lakni yomg'ir qilib yog'ib qirqib yuborishmasa hisob bas. Aha. Narxi bomba bo'ladi. Portlating. Davlatdan kelam aytolmaydi onlar. Bitta kelishtirib ayting, Sanjarbek. 60 million demayman. Aha. 55 million ham demayman. Aha. 52 million deyman. Kamini qilib beraman. Kamini qilib berasiz. Kamini qilib. Siz obunachilaringizga mana shu kelib ko'rib olaman degan obunachilarga 50 pastda ish bitadi. Ish bitadi. 50 pastda ish bitadi. Joning to'g'ri. Ishqiboziga beramiz, xudo xolasa Sanjarbek. Hozir kelib ko'rib olsan aka. Maza qilaman qilaman. Ham olaman degan obunachilarga. Bolasi ham kelajakda chiroyli, yaxshi mol qilib olaman deganga bolasi ham yo'q. Original ekan. U bolasining tutkalar original ekan. Bemalol kelasizlar. Endi akalar aytilayotgan narx muhim emas. Xudo xolasa, yuragingiz deganini xudo xolasa Sanjarbek ham, Davlatjon ham kelishtirib beradi. Bu narsalar akalar bir qadam oldiga yursa sotaman deydi. Optim kelgan imkon darajasida optim narxda sotiladi. To'g'rimi Sanjarbek? Aka u tarafdan munosib bo'lmaydi. O'zingiz ko'rdingiz o'tgan safargi videomizda aka. Vohadan Qoraqalpoqdan akalarimiz keldi. To'ppa-to'g'ri. Jizzaxdan akalarimiz keldi, ustida bo'ldi aka. Narxiga talashilgan yo'q. To'ppa-to'g'ri. So'raganiga berildi. So'raganiga beriladi. So'raganiga berildi. Nimadagi Qoraqalpoqlik akalarimizga aka barakasidan keyin ham yana 5 million tashlab berdi. yana o'tib berildi. Barakasidan keyin ham. Hurmatli tomoshabinlar mana. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaverasiz. Sanjarbek nechinchi qorin bu? Birinchi qoringa aka. Birinchi qorin. Bola ham xunaji, o'zi ham xunajin degan variant. Yosh omonidan uzoq mol qiladi. 15 litr sut sog'ib biz endi qo'yib yuborib turibmiz aka. Bugun rosa talab bo'lib qoldi. Agar nima qilsa, sementali qo'yib beraveramiz, a? Tonnali sementalimizga qo'yib beraveramiz. Video qilib, syomka qilib tashlab beramiz. Behijolat. Akalar login parol Nurullo Uzdub mana shu yerdan mabodo onlayndan chiqib ketsa 5 million 500 ming 1 million hech narsa emas. To'g'rimi Sanjarbek? 1 million 2 million ham ishdan. Hech narsa emas. Nurullo sizdan. Hojonalar ham kelsa, xudo xolasa, faqat bizga duo kerak. Buni ham narxi oldi qo'shib. Bolasi. Aha. Narxi yengil. Narxini aka 40 million ham bas. Aha. 39 million so'm kami bor. Kami bor. Menga bolasi kerak emas, enasini o'zini olaman degan 25 million ketdi. 25 million so'm, ha? Savdosini qilaverlar. Juklab olsin, Sanjarbek. Juklab olsin aka, jukcha olsa, lekin bu 8 bolasi million kami ham bor. Yana tushib ketaveraman. Sanjarbek bu bolasini tashab ketadigan bas ekanda. Aka bu bolasini Tashab ketadigan bas. Sijirda nimasi uchun olinadi? Bolasi suti uchun olinadi, janovorda. Bolasi yoniga qoladi. Tijorat qilib qo'ymaydigan. Ashmuta ham deychaylik. Bulardagi ukalar bemalol kelib ustida savdosini qilinglar. Talashib tortsalang, chiroyli qilib uylaringga mana shopir akalarimiz o'zlari yetkazib olib borib beradi. Bu yog'i Samarqand, Toshkent, Buxoro ketaveradi. Qayerdan kuzatyapsizlar, obunachilar yozib o'tib ketinglar. Keyin bitta narsa bor akalar, musofirdan bizni videolarimiz zo'r ketyapti Rossiya YouTube'ida. Xudo xolasa eng kami 2000-3000 ta ko'rilyapti. Musofirdagi akalarga nima deymiz Sanjarbek? Musofirdagi akalarimiz like bosib kommentariyaga shu o'z fikrlarini yozsa, telefon qilib mol olmoqchi bo'lsa, musofirman desin. 1-2 so'miga qaralmaydi. Keyin bo'lib bonusi bilan boradi. Xudo xolasa. Musofir akalarimizga yonida bonusi bilan. Nurullo Uzdan men shu musofirdan ko'rib telefon qilyapman deganga, telefon qilyapman desa aka, so'ragan narxiga beramiz. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqarasiz. Shundan tashqari bonusi bilan jo'natib beramiz. Jo'natib beriladi. Bo'lsa shunday bo'lsa musofirlar. Voy maşallah. Mana shu yerda qarang. Bolaga juda mehribon ekan Sanjarbek. Doddi boryapti bolasiga. Mana. Bolasi nima Sanjarbek buni? Bolasi novvoz. Bolasi novvoz. Qon varianti qirg'izlik toza shvetlaridan. Nechinchi qorin? 3-qoringa tug'di. 3-chi qorin. Bulardagi Yerlarini ko'rsating janovorda. juda beldor, yali yapalag'ini olaman deydi-yu, oxirizda turganda oxirizga to'lib turadi yonidan. Nechta suti bor Sanjarbek? 20 ta berib turibdi o'g'il bola. 20 ta yengil, xudo xolasa. Yengil aka. Endi oxirini chiroyli qilasiz. Akalar avvalo pulzivoniy narsada oxirini chiroyli qilsalar ham xudo xolasa beraveradi. Agar sinab olaman deganga mana shu yerda sog'ib ko'rsatib beriladi. Nimadagi ukalar? Bolasi ham ko'ringlarda gibrid, nihoyatda chiroyli tushgan ekan. Nima deymiz Sanjarbek? Mandirga aka 55 deymiz, kami bor deymiz-da. Ular kelishtiradigan joyi bormi axir? Kelishtiradigan joyi doim bo'ladi, aka bilasiz. Endi bitta narsada Sanjarbek. Voy aka. To'lajon tanti insonda. Tanti insonga xudo xolasa biz obunachilarimiz tantisiz savdo qiladi. Shuning uchun narxini bir Antalik qilaymi? ha.
sizlarga tantana qilib. Hayron qolsin. Qo'lingizni bering, mana bu qarang. Moldan ko'rsatdim. 46 million so'm. G'ijbich kam. 55 million degan mol. 46 million kam bu. Voy maşallah. Hurmatli aka, nima deysizlar mana shu joyiga? Bemalol kelinglar. Bemalol yo'l. Hurmatli obunachilar, shu rullovizdan men shu keldim mana. Ko'rsat deganiga Xudo xolasa Sanjarbek ham Davlatjon ham hijam hijolatib qo'ymaydi. Behijolat aytaverasizlar. 100% yemoq-ichmog'iga Sanjarbek garantiyalarimiz bitta eslatib o'tib ketaylik. Garantiyamizdagi yeb ichishi tan jon sog'ligiga, tepib o'smasligiga, bir kasal yo'qligiga garantiya qilamiz. Garantiyalar beramiz. Suti mana bu yerda ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, xo'p. Sutini litrma-litr aytilgan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Qo'shablar, mana buni qarang, voy mashallah, qora olasidan, olatuv paradolar bo'ladi-yu. Ha. Qurolasiz. Yo'ning soy. Bolasini nima Sanjarbek? Sanjarbek? Hijolatsiz ikkinchi qorin xunajim bo'ladi. Bola xunajim. Nechta sut deyapsiz? 15 taga behijolat ko'rib 15 litrga. bolasini ham. Endi akalar bitta narsada, endi banda biz misol uchun so'zlarimizdan xato kamchiliklar, yo bo'lmasam yurgizib sizlarni hali istaylaringda qali qoniqmayotgan obunachilarimiz bo'lsa Sanjarbek aloqaga chiqsa, Aloqaga chiqib so'zini tashlab beraman aka. bo'ylarini o'lchab, tishlarini Kelib ko'rib olgan odamga aka 1-2 so'mga qaralmayapti. Xolos, o'sha tarafda xolos uyi sharoiti ko'tarsa aka, kelib ko'rib olsin ustida. ustida ko'rib olaversin. Ko'rib olsin aka. Telefonda har xil ko'rinib qoldi bo'lmaydi. Mana bunaqadan hurmatli akalar, ekranga sig'mayapti. Ne mol? Katta. Ekranga sig'mayapti. Katta molimiz ham narxi arzon. 40 million bas bu. 50 million bas bu. Voy maşallah. 36 million so'm kami g'ijbich. Savdosini qilib olaversin. Savdosini qilib olsin aka. Hurmatli akalar, Ammo hech qayerda aytolmaydi bunani. Kommentariyaga ham o'z fikrlarini bildirishversin. Bozorda aytalarmi yo'qmi? otangga rahmat, mehnatingga baraka bersin deb ko'rasizlar akalar. Bo'g'oz variantimi bu Sanjarbek? Voy maşallah. 12-15 kunligi qoldi. Nechinchi qorin bu Sanjarbek? Ikkinchi qoringa tug'adi. Uchinchi qoringa bu. Ikkinchi qorin tuqqan, uchinchi qoringa Uchinchi tug'adi. qorin. Velikan varianti 7 kun olaman deganlarga. Mana buni qaranglar, bu bor-ku, hali Ikkinchi bor. qorinda 30 litr sut bergan. Shuralar metan qo'yib olyapti, xuddi o'shuna bo'lib chiqib ketadi, xudo xolasa. Sutiga hijolatsiz, sutidan muammosi bo'lmaydi bu janovorda. Sanjarbek, nima deymiz-ku? Qo'li shaltaqa bulangan, o'zim tug'dirib olaman degan, mehnatni qilaman deganga. Sizga videoning boshida aytdim, 70 million limonlar ham 10 milliondan kamida arzon bo'ladi. Mashinasi ham shuna bo'ladimi? Ha, 70 million bas. Aha. 65 million bas. Aha. 60 million bas. Yo'q, Shu ketaveradi. Ketsa ketaveradi. Bular aka 58 million 500 ming so'm, yana kami bor. savdo qilaversin. Xudo qilib aka bemalol. Hurmatli tomoshabinlar, qayerda bor degan joyiga Davlat Dangalda dargohida bor. Kelaverasizlar. Davlat Dangal dargohi deymiz-ku akalar. Bola xunajin, ona olib takarsonadan mana. Hurmatli akalar, Gumona bor, 15 ta suti bor. vanna yeli. 3-qoringa tuqqan. 3 qoringa tuqqan. Narxiga aka oldi qo'sh narx qilmaymiz aka. Aha. Enasini puli bolasini puli hisoblasa ham hisoblab olishaveradi aka. 32 million 500 ming kamimiz bor. Savdosini qilishaversin. Savdosini qilib olishaversin. Voy maşallah. Hurmatli akalar. Mana buni qarang. Missis bir bola deb qo'yishadi, xuddi o'shanaqasidan akalar mana. Sanjarbek, Birinchi qoringa tug'adi hali bo'zak. O'g'e. Bo'zak. Shu etiga ya? Shu etiga bo'zak. Shu g'o'daga. Gap isboti bilan bo'lsa, bir yo'la bo'zak aka. Mana qarang hurmatli akalar. Mana. Uy, hal kishi yo'q ekan-ku. Do'stlar, 7 oylikdan o'tdi bo'g'ozli. mana Nurlovuzda haqiqiy obunachisiman degan odamga tavsiya qiladigan bo'ladi. Tomlarni ham ko'rsating. Xitoylari ham o'targina. Sutkalariga yetib olinglar-da. Sanjarbek, necha oylik dedingiz? Buni 7 oylik bo'ldi, 7 oylik bo'lib, 7 oylik. Aha. Mendan qaytaman qoyil qolishar. Shuncha videoni oxirigacha ko'rgan obunachilarga bonus bo'lmasa nima kerak? Va shuncha videoni ko'rishadi, bonus bo'lmaydimi? Bitta portlatib yuboring, oxirida bitta yonib ketsin. Qochmaganini ham bermaydi men aytgan narxga. Yo'q, Qochmagan xonajini bor-ku. Aha. 28 million 500 ming so'm deyman. Kamini qilib beraman. Kamini qilib berasiz. Kami g'ijbich aka. Savdosini qilishaversin. Qo'lim ushlab baraka qilgan odamga 1-2 so'mga qaraydi. O'zini fermasdan chiqqan. Fermani ham xudo xohlasa ko'rsatamiz aka. Bo'ldi. Vaqt bo'lmay ko'rsata olmayapsiz, xolos bunaqadan ser. Xudo xolasa bir portlatamiz-a, bir. Ko'rsatamiz aka. Bir fermani ham bir ko'rsatamiz, hurmatli akalar. Simental bo'g'oz deydimi, Angus bo'g'oz deydimi, Shved bo'g'oz deydimi, rossiyskiy deydimi, hammasidan bor. Nemis deydimi, bor fermada. Aloqaga chiqib, laykni bosib kelishaversin. Bosib, aka bemalol yo'lga chiqib kelishaversin. Hurmatli akalar, hammalaring chorvalaringga Alloh baraka bersin. Davlatjonda dargohi keng. Mollarni ko'ryapsizlarmi? Biri-biridan go'zal, eng ishonarli, yaxshi holatdagi mollar. Ko'ngilda bir joyga qo'yib,
Bunaqa deb kesalaring xudo xohlasa lakatsan tashab beradi. Tanlab mana shu yerda, akalar mana shu yerga kelgan odam bor-ku, hali o'zim nomolda olaman deb turib, menga kelib turib, juda fikri buzilgan odamlar juda ko'p guvohi bo'lganman-da akalar. Bettalik odam kelgandan keyin tanlanmay qoladi. To'g'ri, vibr ko'p. Optim joyi, vibr ko'p. Optim narxlarda beriladi narxi ham. Shu tomoniga ishqiboz bo'lib, xudo xolasa xo'jonlarni duo qilib, mehnatingga rahmat deb tursalaring xudo xolasa. Bundan buyog'iga Sanjarbek chiroyli qilib olib taqlisizlar ko'rsatib qo'yadi. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.